Assalomu alaykum, mehribon bolajonlarim. Bugun ham yuzlaringiz quvonchga to'la. Aytingchi, odobli bola yolg'on gapiradimi? Yo'q, odobli bola har doim rostini gapiradi. Barakalloh mehribonlarim, sizlar juda ajoyib odobni bilasizlar. Kimdir sizni chaqirsa, qanday javob berasan? Ha, kelyapman deb odob bilan javob beraman. Sizlardek bolalar har bir uyda baxt. Ota-onang biror narsani taqiqlasa, nima qilasan? Gaplarini eshitaman, sabr qilaman. Qani, bugun kim eng odobli bola bo'ladi? Sinfda do'sting bir narsa so'rasa, nima qilasan? Iloji bo'lsa, yordam beraman. Voy, sizlarni ko'rib quvonaman bolajonlarim. Agar o'qituvching biror topshiriq bersa, nima qilasan? Tezda bajaraman u, yana rahmat aytaman. Sizlardan faxrlanaman bolajonlar. Odobli bola telefondan qanday foydalanadi? Faqat kerak bo'lsa, ruxsat bilan foydalanadi. Bugun juda quvnoq va odobli kun. Biror ishda xato qilsang, nima qilasan? Uzr so'rayman va keyingi safar ehtiyot bo'laman. Bolajonlarim, sizlarsiz bu darslar bo'lmas edi. Kattalar sizga biror ish topshirsa, nima deysan? Mayli, bajaraman deb xush muomalalik bilan javob beraman. Sizlarda shunchalik nur borki, ko'rib ko'nglim to'ladi. Biror narsa olgach nima deyish kerak? Rahmat deb aytish kerak. Ajoyib, mehribon bolalar to'plandi bugun. Kichik bolaga qanday muomala qilish kerak? Yaxshi gapirish, yordam berish kerak. Qani, kim odobli bolalarning sardori bo'ladi bugun? Uyda ovqatdan oldin nima qilish kerak? Qo'yni yuvish kerak. Barakalloh, aqlingiz ham, odobingiz ham zo'r. Biror joyda kutayotgan bo'lsang, qanday tutasan o'zingni? Sokin turaman, navbatimni kutaman. Sizlar bilan suhbatlashish har doim yoqimli. Kattalar mehmon bo'lsa nima deysan? Xush kelibsiz deb aytaman. Bolajonlarim, sizlar haqiqiy odobli avlodsizlar. Biror kishi sizdan yordam so'rasa nima qilasan? Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Juda yaxshi ko'rinayapsizlar, mehribonlarim. Shuhyan. Agar kimdir xato qilsa, uni qanday to'g'rilaysan? Yumshoq gap bilan tushuntiraman. Qani, kim odob bilan harakat qilayotganini ko'rsatadi? Do'sting o'yinchoqni tortib olsa, nima qilasan? Urushmayman, tinchlik bilan gaplashaman. Sizlardek bolalar dunyoni go'zal diladi. Ota-onan ish bilan charchasa, nima qilasan? Ularga dam olishga yordam beraman. Bugun ham sizlarni ko'rib faxrlandim bolajonlarim. Biror joyni ifloslantirish to'g'rimi? Yo'q, tozalikni saqlash kerak. Juda zo'r bolajonlar yig'ilgan bugun. Odam bilan salomlashish nimani bildiradi? Hurmat va samimiyatni bildiradi. Sizlardek odobli bolalar vatan faxri. O'qituvchi darsda so'rasa nima qilish kerak? Qo'limni ko'tarib, odob bilan javob beraman.